Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Bugungi video darsimizda biz siz bilan if shartli konstruksiyasini ko'rib chiqamiz. Shartli konstruksiyalar bizga dasturni yo'nalishini mavjud vaziyatdan, kiritilgan ma'lumotlardan, qiymatlardan kelib chiqqan holda u yoki bu yo'nalishda boshqarishga imkoniyat beradi. Ulardan foydalangan holda biz turli vaziyatda turlicha ish bajaradigan murakkab dasturlarni tuzishimiz mumkin. Keling misol bilan tushuntiramiz. Soddagina bir dastur tuzaylik. Const endi bitta funksiya tuzmoqchiman. Funksiyamizga type of sentence deb nom bersam tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Ko'proq auditoriyamiz o'zbek tilidagilar bo'lgani uchun o'zbekcha nom beraman, lekin siz haqiqiy real hayotda imkon qadar inglizcha nom berishga harakat qiling. Qanday gap degan bir funksiya yaratmoqchiman. Xo'p, bu funksiyaga biror bir gap yuboriladi. Xo'p, strelka qo'yamizda funksiyamizni vazifasini yozamiz. Bu yerda yana bitta konstanta yaratamiz. Last char deb nomlasak menimcha tushunarli, ya'ni last oxirgi, char belgi, oxirgi belgini aniqlab olish uchun bu konstantani yaratdik. Buning uchun gap, ya'ni bunga yuborilgan gapni gap nuqta length ayrilgan 1. Ya'ni bu konstruksiyadan avval foydalanganmiz. Nechta belgi ekanligini sanaydi va o'shandan 1 ni ayiradi. 0 dan boshlanganligi sababli oxirgi indeks shu yerga kelib chiqadi. Ya'ni biz yuborgan matnni eng oxirgi belgisini shu tarzda aniqlab last char o'zgaruvchisiga beryapmiz. Nuqta virgul qatorni tugatdik. Ana endi shartli konstruksiyamiz boshlanadi. Agardan keyin yozadigan shartimiz hamma vaqt oddiy qavsning ichiga yozilishi kerak. Sizga ma'lumot sifatida aytib o'tishim mumkin. Agar Cambridge darsliklari asosida 11-sinf darsligini qarasangiz, o'sha yerda mana shunday xatolikka yo'l qo'yilgan. Ya'ni u yerda berilgan kodda qavs tushirib qoldirilgan. Shuning uchun u kodni kiritganingizda dastur ishlamasligi mumkin. Ishlamasligi aniq. Xo'p, demak shart tarzida biz last char ning aynan teng ekanligini tekshiramiz so'roq belgisiga. Ya'ni biz yuborgan matnning eng oxiridagi belgi so'roq belgisi bo'lsa, unda nima qilish kerakligini mana bitta joy tashlaymizda, figurali qaus ichida nima ish bajarish kerak? Return qaytarilsin so'roq gap deb buyurdik. Dasturimizni mantig'ini yana bir tushuntiramiz. Biz qanday gap degan funksiyamizga gap o'zgaruvchisini yuboramiz va o'sha gapni eng oxirgi belgisini mana shu buyruq bilan aniqlab last char o'zgaruvchisiga beramiz. O'zgarmasiga, konstantasiga. Va agar last char so'roq bilan bir xil bo'lsa, ya'ni so'roq belgisi bo'lsa, u holda so'roq gap degan xabar qaytariladi. Undan pastga tushamizda return darak gap. Yoki oddiy gap deyishimiz ham mumkin. Endi qoidalarga rioya qiladigan bo'lsak, mana shunday bo'ladi. Xo'p, ana endi agar gapimizni oxirgi belgisi so'roq bo'lsa, so'roq gap degan xabar qaytariladi. Agar oxirgi belgisi mana shunday so'roq bo'lmasa, u holda bu ish bajarilmaydi va keyingi qadamga o'tib bajarish davom ettiradi va darak gap degan xabarni qaytaradi tayyorlagan funksiyamiz. Endi bunga turli xil gaplarni yuborib ko'raylik. Demak, funksiyamizning nomi gap. Qausning ichiga bunga har xil gaplarni yuboramiz. Bugun juma.
Ya'ni bugun juma deb savol berishimiz mumkin. Yana gap funksiyamizga bugun juma degan oddiy daragapni yuborishimiz mumkin. Endi bularni natija sifatida chiqarib ko'rsatish uchun albatta console logdan foydalanamiz. Xo'p, ishlatib ko'raylik. F5. Qayerda xato bor? Bu yerda funksiyamiz nomi gap emas, qanday gap bu? Demak, qanday gap funksiyasiga shu ma'lumotlarni yuborishimiz kerak. Endi ishlatib ko'ramiz. Birinchi so'roq gap, keyin darak gap. Ana funksiyamiz biz kutgan ishni bajardi. Logikasini, mantig'ini tushunish uchun yana bir ko'rib chiqaylik. Birinchi marta qanday gap funksiyasiga bugun juma oxirida so'roqni yubordik. Mana bu yerga kelib tushdi. Va mana bu qator yordamida uni oxirgi belgisini aniqladik. Oxirgi belgisini last char konstantasiga berdik va uni so'roq bilan solishtirdik. Ikkalasi bir xil ekan, natijada so'roq gap degan xabar satr qaytdi va o'sha konsol log yordamida mana chiqarib ko'rsatildi. Ikkinchi marta funksiyamizga bugun juma degan darak gap yubordik va uni oxirgi belgisi nuqta. Mana bu yerda oxirgi belgisini so'roq bilan solishtirilganda yolg'on chiqadi, false. Shuning uchun mana bu qator bajarilmadi va undan keyingisiga o'tdi va darak gapni chiqarib ko'rsatdi. Nima uchun birinchi martada avval buni chiqarib ko'rsatib, keyin bunisiga o'tmadi? Chunki return degan buyruq bajarilganda funksiyadan chiqib ketadi. Har qanday holatda funksiyadan chiqib ketadi. Shuning uchun agar bu chiqarilsa, ya'ni birinchi returnimiz so'roq gap chiqarilsa ham funksiyadan chiqib ketadi. Agar buni chiqarmasdan keyingi qatorga o'tsa, buni ko'rsatadi. Demak, har qanday holatda ham bitta return ishlar ekan. Endi bu yerda if haqida mavzumiz asosan mana bunday tarzda yozishimiz ham mumkin edi. Ya'ni mana bu figurali qavsni qo'ymasdan ham ishlatib ko'rishimiz mumkin. Mana xuddi shunday natija berdi. Nima uchun bunday bo'ldi? Sababi agar if shartni yozganimizdan keyin bitta bir qator ko'rsatma, bitta instruksiya bo'ladigan bo'lsa, uni figurali qavsga olish shart emas. Mana bunday tarzda yozishimiz ham mumkin. Lekin bu albatta tushunmovchilikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun hech qachon bunday yo'l tutmang. Sizga buni aytishimizdan sabab shunday qilish ham mumkinligini sizga ko'rsatmoqchimiz. Ya'ni mabodo sizga agar test topshiriqlarida shunday holatda figurali qavssiz kelgan taqdirda ham bu ham ishlashi mumkinligini sizga ko'rsatish uchun bu ishni bajardik. Keling endi dasturimizni yanada mukammallashtiramiz. Bilamizki, mukammallikni chegarasi yo'q. Xo'p, agar bu dasturimiz nima ish bajaryapti? Agar yuborilgan gap so'roq gap bo'lmasa, uni har qanday holatda ham darak gap deb chiqarib beryapti. Keling endi boshqacha mana bunday qilib ko'ramiz. Birinchi yuborayotgan gapimiz qanaqa gap bo'lyapti? Bu qisqa hayajon gap bo'lyapti, ya'ni oxirida undov. Lekin bizni dasturimiz qisqa hayajon gapni aniqlashga imkoniyati yo'q. Oxiri so'roq emasmi, darak gap deb chiqarib beraveradi. Mana ishlatib ko'ramiz. Ikkala gapimiz ham darak gap bo'ldi. Endi shu muammoni, shu xatolikni bartaraf etaylik. Keling, buning uchun funksiyamizda yana bitta if qo'shamiz. Uzr, caps lock bosilib qolibdi. Agar last char teng bo'lsa undovga, u holda return his hayajon gap. Buni o'zini ham hayajon bilan aytamiz. Agar ana endi oxiri so'roq bo'lsa, bu return yordamida funksiyadan chiqib ketadi va so'roq gapni qaytaradi. Agar bu bajarilmasa, keyingi qatorga o'tadi. Ya'ni return bilan bundan chiqib keta olmadi, keyingi qatorga o'tadi. Keyingi ifimizni tekshiradi.
last charni undov ekanligini tekshiradi. Agar undov belgisi bo'lsa, mana bu return yordamida funksiyadan chiqib ketadi. Agar bunisi ham bajarilmasa, ya'ni oxirgi belgi undov ham bo'lmasa, unda o'z-o'zidan oxiridagi mana bu return ishlaydi. Endi ishlatib ko'ramiz. Qisqa gap birinchisi, ikkinchisi darak gap. Agar qaysigadir so'roq qo'yadigan bo'lsak, unda yana bitta so'roqligini ham qo'yib ko'ramiz. Dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Birinchisi qisqa gap, ikkinchisi darak gap, oxirgisi so'roq gap bo'ldi. Endi keling, sizga mustaqil ishlashingiz uchun anchadan beri topshiriq bermay qo'ygan edik. Bir topshiriq beraylik. Sonni top o'yini. Ya'ni shunday bir dastur tuzishimiz kerakki, o'zgaruvchiga biz bergan, ya'ni funksiyaga biz yuborgan sonning misol uchun 15 ekanligini aniqlab chiqaruvchi dastur tuzing. Ya'ni shunday bir funksiya yaratishingiz kerakki, unga biz biror bir sonni yuboramiz. Mana biz qanday gap funksiyamizga biror gapni yuborganimizdek, sizga o'sha tuzgan dasturingizga biror sonni yuboramiz. Sizni dasturingiz esa uni 15 ekanligini, 15 bo'lsa qoyil topdingiz, misol uchun 15 bo'lmasa afsus topa olmadingiz degan xabarni chiqarishini dasturni tuzishga harakat qilib ko'ring. Shuning bilan ushbu darsimiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.